Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi dam oldinglarmi? Tuzukmisizlar? Uydan chiqdim. Ko'chada ozgina ishlarim bor. O'shalarni bitirgan ketyapman. Keyin ishxonada bo'laman. Qizajonlar, Farg'onaga zapisimiz yozilishyapti odamlar. 18-kuni bormoqchiman. Faqat zapisga yozilgan insonlarni qabul qilaman Farg'onada. Chunki yo bir kunga yo 2 kunga boryapmiz xolos. Mani oldingi e'lonimni ko'rmay qolgan bo'lsa agar, farg'onalik go'zallarim, siz mani muolajalarimga kelishni xohlasangiz va siz Farg'onada bo'lsangiz, 18-kuni boradigan qabulimga o'zingizni zapisdan o'tib yozdirib qo'ying. Borganimda qabul qilaman. Zapisimiz, plan qilgan zapisimiz to'lsa